Allah egemning himmat inoyatiga shukr. Saltanatni, xon oliylarni tashlavatmasunlar. Xon oliylariga adolat, fazilat o'gitishdan ayonmasunlar. Cho'ng Nevram Xonzoda Yunusxon bilan ko'rishib qolsalar, onunğa mehrim qanmag'anligini, uni sevg'inganligini yetkazib qo'yg'aylar. Ol baxti qora Nevramdan kechirim so'rayman. Onunğa tasarrufimizdan muvafiq bir Sultan Xatun xatning davomini yozolmadi. Tuyuqsiz tartishqandek bo'lib, beshi lassida tushib ketdi. Said Ali Olibning toponidan kirgan mudhish bir so'g'uq mingsida to'xtab, butkul vujudini muzlatib o'tdi. Buzrukvarim! Tüvüm! Chaqqan bo'lsa! Paypaslab kelgan Tevib avval mo'mayning to'mirini tutdi. Ondan ko'krigiga quliqini yiqib, yurak so'qishini tingshadi. Ko'rgu akilala! dedi Tevib jiddiylashgan holda. Xizmatkor ayol cho'risiga oltin qo'yib naqshlangan qo'sh olqon cho'ngliqdagi aynakni elib keldi. Tevib aynakni mo'mayning og'ziga tutdi. Aynak ozroq muhur talmadi. Ma'lum bo'lg'ay. Shahzona oliylari shahodat sharobiga musharraf bo'pti. Said Ali Olib lom jim demadi. Ko'zidan 2 tomchi yosh do'milab tushdi. Shu hamon Turpan shahrining Uchko'rik mahallasiga joylashgan Shohsona qasridan bir dil hozi ko'tarildi. O'g'li Sulton Uvaysxon qazo qilib ketgandan keyin Mir Muhammad Shoh Said Ali Olib qatorliq amirlarning maslihatiga kirib, kichik navrisi Xonzoda Eson Bug'axonning taxtda o'tirishini qo'llagan. Cho'ng navrisi Xonzoda Yunusxonning Turkistonga ketishini xohlamasimi? Yenida ap qolsa, keyingi vaqtlarda og'i inilar o'tirsida taxt talish majrosining kelib chiqishidan ansirganligi uchun ichki tuyg'ularni bilindirmay sukut qilgan. Keyingi vaqtlardami cho'ng navrisini faqat yurgidili sig'inib, ismini har qanday odamning oldida tilga olmagan Sultan Xatun hayotining oxirgi daqiqalarida yurak sirlarini oshkorlagan edi. Said Ali Olib avval qaynonasi Sultan Xatunning dafni ishlarini o'rinlashtirdi. Ondan keyin o'rda ishlarini bir qur tartibga silib olib, ayg'oqchilarning yetkazgan ma'lumotiga asosan Sulaymon Xo'ja, Abduxoliq Mirza, Sarkarda Malik o'g'lon qatorliq bir qancha amirlarni elib, Sulton Eson Bug'axonning mukib yotgan joyiga keldi. Bu yer bilan Turpan shahrining oraliqi 3 kunlik yo'l edi. Shu kunlarda Sulton Eson Bug'axon ya o'rdiga qaytib berishga jur'at qila olmay, yoki boshqa yerga ketishga ro'yi bormay, dakki-dukki ichida qilgan ishlariga pushaymon qilib kun o'tkazib o'tdi.
Said Ali Olibning bir qism amirlarni boshlab salomga kelganlik xabarini anglab, oldirab tinib chedirdan chiqdi. Vujudi vahimalik. Xiyollari qalaymaqon edi. U Said Ali Olibni yiroqdan ko'rib, dastlab tatardi. Keyin gadingacha qizardi. Bir necha oydan beri Sultan Isan Bug'axon vujudini chirmab olgan g'am andisha, vahima tashvishda hamda jaboliq doli turmushida xeyli yadab qolgan edi. Al yurtqa Sultan Isan Bug'axonning saltanati bekor qilingudek, o'rniga og'isi Xonzoda Yunus xonni kelib taxtda o'ltirg'izg'iday degan abqoshli gaplar tarqalgan bo'lg'achqa, oldiga salomga kelgan Said Ali Olibga toza ishonch qilolmadi. Ko'nglining bir yerlarida tashvish, andisha qutiraydi. Said Ali Olib uni hozirla tutib ketib nazarband qiladigandek, vujudini qo'rqinch chulg'ib olgan edi. Dastlabda shikarga chiqqan vaqtida elib olgan nökər lashkarlarning hammasi degudek qechib ketgan bo'lib, atrofida oran 200 ga yaqin nökeri qolgan edi. Bunchalik nökər bilan Said Ali Olibga teng kelolmaydiganligini ham qechibmi qutulolmaydiganligini his qilgan Sultan Isan Bug'axon beshiga kelganni ko'rishga hozirlandi. Uning Said Ali Olibga tikilgan ko'zlari tashvishlik edi. Assalomu alaykum. Muhtaram qibligayimizga ehtirom bo'lg'ay. Isan Bug'axon bilan 5 qadam oraliq qolganda, Said Ali Olib shundoq deginicha beshini egib qo'l bog'ladi. Uningga agishib kelayotgan amirlarmi darhol qo'l bog'lab salom bajo keltirdi. Texijila as-hushini yig'olmay qetib qolgan Isan Bug'axon bundoq bo'lishini xiyoliga keltirmagan edi. U sezgullarga ishonmay atrofga alanglab qaradi. Bu tushim emas-ku, ha? Bas tushim emaskan. Yaratgan egam. Himmatingga 100 ming qatli shukr. Sultan Isan Bug'axon darhol esini yig'ib, yugurib kelganicha Said Ali Olibning qo'liga esildi. Mening bunda xijil qilmislar janobi amir. Mening bunda hurmat, ehtiromga layoqatim yo'qdir. Hayajonlangan, ta'sirlangan Sultan Isan Bug'axonning ko'zlaridan bo'rondek yosh to'kildi. Hargiz undaq demisizlar oliylari, dedi Said Ali Olib beshini ko'tarib. Qibligayimizga hurmat, ehtirom bildirish bizlar kim sadoqatman nökarlarining alat tamam burchimizdir. Qibligayimizning oltin bo'ylariga esanlik tilaymiz. Toji davlatlari ziyoda bo'lg'ay, dedi tehichilar qo'l bog'lab turgan amirlar. Janobi amirlarning sadoqatiga tasanna, dedi Sultan Isan Bug'axon amirlarga yuzlanib. Qani, shidirgohga marhamat qilsinlar. Amirlar tangli minnatdorlik bildirishdi. Xon oliylarining himmatiga ashqallah. Toji taxt posibonsiz qolsa bo'lmas, dedi Said Ali Olib jiddiy tarzda. Mumkin bo'lsa, qibligayimiz darhol ostoniga qadam keltirgay. Rostini aytganda, Sultan Isan Bug'axonning bu yerda faqatli turg'usi yo'q edi. Necha oydan beri u o'rdini, haramni, farog'atlik turmushni, yeshig'i tegmagan Xonzodasi Do'st Muhammad xonni, suyimlik xonishi Oymehri xonimni seg'ingan edi. Shunga kutilmagan bu xushalliqdan esini yo'qitib qo'ygan edi. Ostoniga qaytishga ijozat bergaylar oliylari, dedi Said Ali Olib yana qo'l bog'lab turib.
ijozat. dedi Sultan Ison Bug'axon esini yig'ib. Ular Sultan Ison Bug'axonni otga mindirib, Turpan shahriga qarab mengishdi. 3 kundan beri to'xtamay yo'l yurgan bu kishilar yerib charchig'iniga qaramay yana orqasiga yenishdi. Yandash mengishgan Sultan Ison Bug'axon bilan Sayyid Ali olib birinchi kuni tinsiz mengishdi. Ison Bug'axon Sayyid Ali olibni o'tgan ishlarni cho'qim yuzimga soladi deb o'ylagan edi. Lekin Sayyid Ali olib bu haqda faqatli ig'iz ochmadi. Ikkinchi kuni nashtidan keyin yo'lga chiqqanda Shahsoni Sultan xotunning qazo qilganlik xabarini yetkazdi. Mo'misining o'lim xabarini anglab, Sultan Ison Bug'axon birpas jimib ketdi. Buzrukvar mo'mamning kasal bo'lib yetib qolishiga men sababchi, dedi u ko'ziga liqqida yosh elib. Men ularning nasihatiga quloq solmadim. Dilini ko'p ranjitdim. Shol sababdan boboyi buzrukmi yomonlab Iroq chegirdagi otboshi qal'asiga berib oldi. O'zlarini ayblamaslar oliylari, dedi Sayyid Ali olib tasalli berib. Hammamiz xom sut emgan banda. Ozmas Alloh debdikan. Qazo qilganlarga rizolik berib, hayotlarga marhamat ko'rsatgaylar. Sultan Ison Bug'axon Sayyid Ali olibning bu gapni nima maqsadda deganligini tushundi. Babai buzrukdan kechirim so'rasam, qabul qilarmi? O'rdaga qaytib kelishga ularmi? Samimiyatlarga ishontirasizlar. Albatta qaytib keladi, dedi Sayyid Ali olib. O'listigi hazratlari o'zlariga qavatli ishguyarlik qiladi. Jannat makon shohsoni oliylari qazo qilar chog'da o'zlarini to'limi yod etdi. Sultan Ison Bug'axon ko'z yeshini to'xtatib ololmadi. Balkim hamma samarlikni o'zimdan ko'rishim kerakdir. Men pushaymon qilsammi, o'rniga kelmaydi. To'mirbekka ziyoda ishinib ketibdiman. Shuningni gapiga quloq solib, boshqa amirlarga parvo qilmabdiman. Shu sababdan To'mirbekning o'rnida haytaq bo'lib ketganini sezmabdiman. Janobi buzrukvorlarimning takror ogohlantirishi quloqimga kirmabdi. Odamni g'aflat bosganda ko'r gaz bo'lib qoladi ekan. Aslida Xonij Oymegri xinim otasining qo'ypaylini burunli sezib qopti ekan. Babai buzruk o'rnini tashlab chiqib ketgandan keyin menga ko'p nasihat qildi. Otasining royiga boqmasligimni, saltanat tizginini bir qo'lliq tutishimni, hamma amirlarga barobar muomala qilishimni ogohlantirdi. Shundan keyin xeyli diqqat qilgan bo'lsam-mu, allaqachon ishqilibdan chiqib bo'pti ekan. Balkim shikarga chiqmagan bo'lsam, qandoq bo'ladi ekan tam? Baya to'limi joyida gap qildilar. Ketganlarga rizolik berib, hayotlarga cho'qim marhamatimni ayamayman. O'rdiga beriblar. Babai buzrukdan kechirim so'rab maktub avatiman. O'rdiga qaytib kelishni o'tinaman. Har qanday kalomini zehn qo'yib anglayman. Yana texe Supurgi Mirzo.
Mirkarim Bardibek. Akbarda mirzalarmi bor oliylari? dedi Said Ali olib. Supurgi mirzo saltanatimizga uzun mazgil xizmat qilgan. Behisob ajr to'kib ko'rsatgan sadoqatman amirdir. O biz uchun tavarruk. Mirkarim Bardibek bilan Akbarda mirzo ochiqqiga poydimay To'mirbekni o'ltirib qo'ygan bo'lsa-mu, o'zlarga saltanatga cheksiz sadoqati bordir. Ular To'mirbekni amalsizlikdan o'ltirishga majbur bo'lgan. Saltanatga osiylik qilish muddaosi bo'lgan bo'lsa, o'rnini tashlab ketmaydi. Balkim jonlariga qasd qilish qo'yig'i tushgan bo'ladi. Xonish oyim haqiqatan aqlliq, fazilatli ayolkan. To'mirbek nimali bo'lmasin, uning otasi. Shunga o'rniga borgandan keyin tasalli bersilar, ko'nglini yossizlar. Sultan Eson Bug'axon xijillik bilan beshini tuvan soldi. U Said Ali olibning so'zlariga ko'nglida butunlay qoyil bo'lgan edi. Janoblarimni kechirim so'rayman, dedi Sultan Eson Bug'axon bir pas xiyol surib olgandan keyin beshini ko'tarib. Shu bir mazgil ichida hazratlarni esimdan chiqardim. Gapning ochiqini qilsam, o'zlarining o'rniga kelishlarini xohlamadim. Kaminalarimi qiblagoyimni o'z oldiga mustaqil yo'l tutib, saltanat ishlariga pishsin deb o'rniga qaytib kelishga qiziqmagan edim, dedi Said Ali olib Sultan Eson Bug'axonning samimiyatidan suyunib. Bo'ldi. Endi bu ishlarni tilga olmayli oliylari. Ko'ngillarni zinhor yerim qilmasalar. Hamma ish o'tib ketdi. Endi saltanat ishlariga ko'proq zehnlarni bersilar. Taxt saltanat egisi qo'l ostidagilarga ham ishonishi, ham gumon qilishi kerak. Qo'l ostidagilarga ishonish kerak deganim. Bir kimga ishonmay turib, hech ishni yolg'iz boshqa elib chiqqili bo'lmas. Ishongan odamga cho'qim mansab martaba berib turib, ishga qo'yish kerak. Gumon qilish kerak deganim. Birovning o'rinsiz xushomatidan hazar aylamak kerak. Chunki u xushomatni ma'lum muddao bilan qilgan bo'ladi. Vujudida sadoqatdan ko'ra tama ko'proq bo'ladi. Bundoq odamlarni o'rda bo'sog'isiga zinhor yaqin yo'latmaslik kerak. Odamning olisi ichida, hayvonning olisi teshida deydigan gap bor. Ol rahmatli To'mirbek oliylarining yosh, tajribasizligidan foydalanib ketibdi. Said Ali olib Sultan Eson Bug'axonni o'rniga qaytirib kelgandan keyin barliq amirlarni yig'ib qurultoy chaqirdi. Qurultoyda asosan Ostonani Turpandan Oqsuvga ko'chirish ishi muzokara qilindi. Said Ali olibning tafsiliy tushuntirishidan Oqsuvning suyi alvak, tuprog'i munbat, yayloqlari kengri ekanligini bilgan amirlar poytaxtni ko'chirish ishiga birdek qo'shildi. Sultan Eson Bug'axonmi amirlarning qaroriga hurmat qilib, Ostonani Oqsuvga ko'chirishga ma'qul bo'ldi. Birar oy puxta tayyorlik ko'rgandan keyin Supurgi mirzani Turpanning amirligiga, Sarkarda Malik o'g'lonni o'rin bosarliqqa tayinlab, Oqsuvga ketishni ixtiyor qilgan barliq amirlarni elib, Oqsuvga keldi. Shundoq qilib, Oqsuv Mo'g'ulistonning poytaxti bo'lib qoldi. Oqsuvga kelgandan keyin Sultan Eson Bug'axonning birinchi qilgan ishi buvisi Mir Muhammad Shoh bilan Mirkarim Bardibek Akbarda mirzalarni o'rniga taklif qilib,
maktub yo'llash bo'ldi. Ulus begi Mir Muhammad Shoh navrisining maktubini topshirib olibla, darhol Oqsuga qarab yo'lga chiqdi. Mir Karim Bardibay Andijonga yaqin bo'lgan Olibug'i qal'asiga, Haqbardi Mirzo Issiqko'l tavasidagi Paypak qal'asiga makonlashgan edi. Ular Isan Bug'axonning maktubini topshirib olib, o'rdaga qaytib kelish taklifiga ehtiyotchan muomala qildi. Sovuq tushib ketganini bahona qilib, Oqsuga kelishga oldirmadi. Ular Sultan Isan Bug'axonning o'zlaridan Temir Buqi bagning qisosini elishidan ansirgan edi. Sultan Isan Bug'axon ularga qayta maktub yo'lladi. Temir bagning ishini surishtirmaydiganligini, hamda xolimisi o'rdaga kelishga majburlamaydiganligini, o'zlari muvaffaq ko'rganda, qachon ko'ngli tortganda o'rdaga qaytib kelsa bo'ladiganligini aytib, samimiyatini bildirdi. Sayyid Ali Olibmu ularga o'z nomida maktub yo'lladi. Sultan Isan Bug'axon bilan Sayyid Ali Olibning samimiyati oxir ularni ta'sirlantirdi. Ular xonning taklifini qabul qilganligini bildirib, javob xat yozishdi. Ammo sovuq tushib ketganligi uchun xatarlik tog' yo'lidan o'tishga amalsiz qilib, Oqsuga kelolmadi. Sayyid Ali Olib aslimalar qo'ynidan bosh ko'tarib, daryo suyiga qarab qo'ydi. Bugungi bu qurultayga yiroq yaqindagi barliq amirlar to'liq kelib bo'lgan bo'lib, faqat Mir Karim Bardibay bilan Haqbardi Mirzidan texnichila xabar yo'q edi. U bu ikki amirning o'rdiga qaytib kelib, saltanat ishlariga yordamlashishini bakmu umid qiladi. Ma'lum bo'lg'ay, xon oliylari dasturxonga qadam keltirdi. Sayyid Ali Olib qo'l bog'lab turgan o'rda mahrimiga shundoqli bir qarab qo'yib, daryoning yuqorqi tarafidagi dasturxon silingan to'qayga nazarini og'dirdi. Ziyofat uchun raslangan so'ringa tikilgan rangdor yipak soyivallar ostida nurg'unlagan odamlar qimirlaydi. Sayyid Ali Olib gap qilmay to'qayliqqa qarab mangdi. To'rda yerdan birgas egizlikda yasalgan shoh supidagi qat-qat silingan ko'rpa ustida Sultan Isan Bug'axon buvisi Mir Muhammad Shoh bilan yonma-yon o'tiradi. U buvisini o'rda yo'sillarini buzib, uni mig'iniga qo'ymay, shoh supiga boshlab, yenida o'tirg'izib olgan edi. Bu katta hurmatdan hayajonlangan Mir Muhammad Shohning ko'mak og'zi yumilmay qolgan edi. Qolgan amirlar mansab martabasi bo'yicha shoh supining tuvan tarpiga silingan dasturxonning ikki tarpidan o'rin elishgan edi. Assalomu alaykum, dedi Sayyid Ali Olib Sultan Isan Bug'axon bilan tog'isi Mir Muhammad Shohga salom berib. Amirlar gurrida o'rinlaridan turishib hurmat bildirishdi. Sultan Isan Bug'axon bilan Mir Muhammad Shoh o'ltirgan joyida bir oz qimirlab qo'yib, salomni ilik oldi. Qani xo'sh, joy olsinlar. Sayyid Ali Olib amirlarga tavozu bilan egilib qo'ygandan keyin dasturxonning o'ng tarafidagi o'zi uchun shoh supiga yaqin qilib raslangan o'ringa joylashdi. Alloh rizosi bilan ostonimizni Oqsu shahriga ko'chirib kelgandan beri janobi amirlarning bir niyatli kuch chiqarishi natijasida saltanat ishlarimizni xeyli obdan izg'i selib oldik, dedi Isan Bug'axon so'z qilib. Har birlarini
yeni ostonamizga taklif qilishimizda bir necha vaqt didor muloqoti bo'lib o'tishdan o'zga muddao yo'qdir. Amirlar gurrida o'rinlaridan turishib, ehtirom bildirishdi. Adolat panoyimizning himmatiga ashqalloh. Adolat qilishlarining soyisida el yurt kundan kunga ovotlashib, buyuk saltanatimiz ro'noq topqay. Joy olsunlar, dedi Eson Bug'axon tavozu bilan. Amirlar xonga yana bir qaytim ehtirom bildirishib o'ltirishdi. Qani, dasturxonga qo'l keltirishsizlar, dedi Eson Bug'axon amirlarga iltifot ko'rsatib. Oliylaridan kelgay, dedi amirlar adab saqlab. ey babo, ey buzruk, o'zlaring kelsin, dedi Eson Bug'axon buvisi Mir Muhammad Shohga hurmat bildirib. garchi biz babo-ey buzruk bo'lsaqmi, yanala o'zda saltanat posibonidir. Dasturxonga yanala xon oliylari qo'l keltirib bergaylar, dedi Mir Muhammad Shoh. Sultan Eson Bug'axonning dasturxonga qo'l uzatishi bilan amirlar olsila, baxsila deyishib, nozi ne'matlarga qo'l tekkizishdi. Sozandilar sozlarni tangshab nag'ma qilishqa. Saqiylar sharob ko'zillardan qadahlarga sharob to'kishga boshladi. Har qaysi viloyatlarning amirlari yilda bir qitim o'rdiga kelib xonga salom beradigan. Xon qachon ijozat bersa, ondan qaytib ketadigan qoida bor edi. Sultan Eson Bug'axon taxtga chiqqandan keyin bu qoida ancha davomlashmay kelgan. Keyingi vaqtlarda amirlar o'rdiga salomga kelmaydigan bo'lib olgan edi. Saltanat ishlarini Temur Buqu Begning ixtiyoriga topshirib bergan Sultan Eson Bug'axonmi bu qoidani surishtirib ketmagan edi. Xon bilan bir dasturxonda erkin ozoda o'ltirishgan amirlar tunji qitim Sultan Eson Bug'axonning mehr shafqatini hamda saltanatning surini his qilishdi. Sultan Eson Bug'axonning o'rniga aksi cho'ng xonzoda Yunusxon taxtda o'ltirgudek degandek apqoshdi gaplarga ishonib, o'rda farmonlariga susluq qilgan, ko'ngli bo'linib ketgan amirlar qaytadan ho'shini yig'ishdi. Shu topda ularning ko'nglidagi turli gumon, tashvishlar butunlay tarqagan edi. Sayyid Ali Olibning necha oydan beri puxta tayyorlik qilib, yiroq yaqindagi amir baglarning hammasini chaqirtib, bugungi bu o'rda ziyofatini uyushtirishidagi asosli maqsadimi dal mushu edi. Orqama-orqa ichgan sharob ta'siridan o'ptallik qisib olgan bir qism amirlar chaqchaqlashabdi. Bir-biriga sharob tutishabdi. Qiziq latifalarni so'zlashatdi. Shohsupining oldiga ehtirom bilan yetib kelgan Hudaychi bey Sultan Eson Bug'axonga qarab qo'l bog'ladi. ma'lum bo'lg'ay, Sultan Eson Bug'axon so'zlar deganni qilib Hudaychi beyga qaradi. Qizg'in parangga tushgan amirlar jim bo'lishdi. Mir Karim Bardibek dargohidan choparman keldi. Boyatdan beri ikki amirning oqsuga kelmaganligidan ko'ngli yerim bo'lib o'ltirgan Sayyid Ali Olib yalt etib Hudaychi beyga qaradi. Boshlab kelsinlar, dedi Eson Bug'axon. Hudaychi bey hayal o'tmay choparmanni boshlab keldi. assalomu alaykum, shavkatlik olam panohga ehtirom bo'lg'ay, dedi choparman qo'l bog'lab turib. Mir Karim Bardibek janoblari xon oliylariga behisob salom yo'lladi. Salomat bo'lg'ay, dedi Eson Bug'axon. Elchi
qo'ynidan bir parcha xatni elib, ehtirom bilan ikki qo'llab tutdi. Hudaychibek uning qo'lidan xatni oldi. O'qisinlar, dedi Eson Bug'oxon. Hudaychibek xatni ichib o'qishga boshladi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Ko'ngil osmonimizning to'lin oyi. Buyuk saltanat burjining nurliq mohi. Adli adolat bargohining pahlavoni. Ko'ngli ko'ksi olamda kangri. Daryoyi azimdek himmatlik, shavkatli qibligoyimizga biz kabi ozg'unliq dashtida tinab yurguchi arzimas navkarlaridan behisob salomlar bo'lg'ay. Olam panohimizning muborak maktubini topshirib elib, ko'zimizga surtgan xushalliq yoshlarimizni yomg'ir kabi to'kib, baxtiyorlik ilkida dargohlarga tezroq qadam keltirib, gunohimizni tilashga oldirgan bo'lsaqmi, lekin tog' davollardagi qormuzlar erimay, tog' yo'li echilmaganligi uchun irodasiz qolgan edik. Ko'klam bilan tang safar jabduqlarini hozirlab, yo'lga chiqishga tamshilib turishimizga Mavara un-Nahir Hirotdan avatgan oyoqchilarimiz kutmagan bir xabarni elib keldilar. Balkim ushbu xabar janobi qibligoyimizning qo'liqig'imi berib yetgandi. Garchi janobi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam biz kabi ummatlarga shum xabar yetkazguchilardan bo'lmanglar deb ogoh chaqirgan bo'lsa-mu, yanila ushbu xabardan qibligoyimizni voqiflantirishni loyiq ko'rdik. Pinhon qolmasinki, ushbu kunlarda Xuroson, Mavara un-Nahir va Farg'ona vodisining buyuk hukmdori, mashhur laqamlari Xaqoni Said bo'lmish Shohruxxon oliylari shahodat sharobini ichib, Allohning dargohiga ketib turdilar. Kamini navkarlarining kaltipanimcha, garchi bu ol tasarrufdagilar uchun shum xabar hisoblansa-mu, ammo bizlar uchun xush xabar hisoblanur. Shol kunlarda Mirza Ulug'bek oliylari marhum padarining motam ta'ziyasi bilan oldirashdir. Har qaysi viloyatlardagi amirlarmi ham musibat qayg'usida beoramdir. Ularning saltanat ishlarini o'ylashga rag'di bormas. Bu hol qibligoyimizga Mavara un-Nahirning mashhur viloyatlaridan bo'lmish Toshkent bilan Andijonni tasarrufiga elish uchun tepilg'usiz fursatdir. Balkim oliylari shol topning o'zida o'zgilarning beshiga xopilik kelganda lashkar tortish bahodirlik emas deb o'ylab, ushbu istiloga ko'ngillari tortmasligi mumkin. Ammo Qashqarni 10 necha yillab istilo qilgan Mirza Ulug'bek uchun buncha keng qo'rsoqlik, mardlik qilish behojatdir. O'tniga lopqo't degan ana shu. Undan boshqa yana vaqif bo'lib qolsalarki, o'tgan yili kuzda Turkiston hukmdori Amir Shayx Nuriddin oliylari kasallik sababi bilan qazo qilgandan keyin og'isining taxtiga vorislik qilgan Irozon Borin shu kunlarda Toshkentni tasarrufiga elish uchun tish bilayotganligi ma'lum. Navoda Toshkent amrining Shohruxxon oliylarining ta'ziyasi uchun Hirotga ketgan vaqtidan foydalanib, ol Irozon Borin agan qo'l solsa, uningdan Toshkentni so'yib olmoqimiz tasga to'xtaydi. Demakchimizki, navbat qo'ldan ketadi. Bu fursatda Irozon Borin kuchayib olsa, tasarrufimiz uchunmi cho'ng xavf bo'ladi. Chunki uning saltanatimizga azaldan adovatlari bordir. Ushbu sababdan oliylarning bu tarafga lashkar tortishini alohida tavsiya qilamiz. Bu tavsiyamiz janobi tojdorimizga ma'qul kelamdi yo'q, bilmaymiz. Shundaqdimi, Haqbarda Mirza janoblari bilan ikkimiz yenishlab mulohiza qilgandan keyin Shir yo'lvoz sifat bahodir sarkarda lashkarlarimizni yo'l ustida saqlab turg'ach, Irozon Borinning ahvolini kuzatib turishni loyiq ko'rdik hamda Ostonaga berishdan vaqtincha voz kechdik. Navoda qibligoyimizning bu istiloga ko'ngli tortmasa, mangdirgan choparmandan xabar berishlarini so'raymiz. Shu hamon muborak huzurlarga salomga borgaymiz. Janobi qibligoyimizning oltin bo'ylariga salomatlik tilab, nomi yozg'uchi Mirkarim Bardibek Haqbarda Mirziddin deb bilurlar. Damonliqqa bir qarorga kelolmagan Sulton Eson Bug'oxon nima deyishini bilolmay Said Ali olibga qaradi.
Shu daqiqada Sayyid Ali olib taksiz xiyolga asir bo'lgan edi. Bu haqiqatan tepilg'usiz yaxshi fursatkan, dedi u xiyoldan bosh ko'tarib. Toshkentni qo'ldan berib qo'yib, Andijonni olganimizning tuzuk ahamiyati bo'lmas. Balkim Andijonni uzun mazgil tutib turishimiz tasga to'xtashi mumkin. Erazan borini bo'sh chog'lash xalqdir. Navoda u Toshkentni qo'liga kirgizib olsa, bizga xatar yetkazmay qolmas. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Janobi qiblagoyimizda lashkariy yurishga ijozat berishni so'rayman. Janobi qiblagoyimiz lashkariy yurishga o'zi rahnomi bo'lsa, Bahodir sarkarda lashkarlarimizning g'ayrat jasorati azlab oshkor bo'ladi. Musulmon elining sultoni bo'lishga layoq yo'q kofir podshoh dargohini dinsiz majusiylar bilan to'ldirib o'tdi.